Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Bizani kuzatib borayotgan bizani obunachilarimiz. Xo'p, Olmos mahallaga kelganmiz. Bo'lib to'lashga xonadonlarimiz chiqyapti. Bitta faqat 9-etajda joylashgan, kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 3 xona bo'lyapti, 65 metr kvadrat. Kirib yashashga tayyor holatda turibdi. Boshlang'ich $34,900 bilan chiqyapti xonadonimiz. 17 yillik arendasi qolgan. Oylik to'lovi gideta 4,200,000 atrofida chiqyapti. Hozir ichkari kiraman, to'liq ma'lumotlar bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Ko'rib turibsizlar, xonamizni chiroyli qilib ati-chinta qilib qo'yishgan ekan. Oppoqqina ko'zga yoqadigan bo'lib turibdi. O'ng qo'ldan boshlay qolamiz. Tualet vannasi alohida razdельный qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli bo'lib turibdi. Bu alohida hojatxonamiz bo'lyapti. Ayollar uchun mo'ljallangan bu oshxonamiz bo'lyapti. Umumiy xonamiz 3 xonadan iborat. Kuxulniy mebellari joyida qoladi deyaptilar. Balkonlarimiz ham bor. Mehmonlar kutadigan keyingi xonamiz, zalimiz bo'lyapti. Konditsionerlar qo'yib qo'yishgan, ko'rib turibsizlar. Chiroyli bo'lib turibdi. Bu yerdagi mana mebellari qoladi joyida. Yo'lga bo'ylab yuramiz. To'g'rida keyingi xonamiz bo'lyapti. Tashqari qaragan oynalari bor, ko'rib turibsizlar. Va oxirgi xonamiz, oxirgi ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniyamiz bo'lyapti. Spalniyamizni ko'rib turibsizlar. Bu mebel texnikalari hammasi joyida qoladi deyaptilar. Buni ham xuddi shunaqa tashqari qaragan oynalari bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib, bemalol o'zimiz bilan chiroyli baraka qilsangiz bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'lyapti.